Assalomu alaykum YouTube kanalini kuzatib boruvchi do'stlar. Bugun sizlarga Eldash mototsiklning 200 lik motor, radiatorlar, понижний повышенный var 2 tonnalik mototsiklni obzorga tushuntirib aytib o'taman. Motori 200 lik motor. Shunday motor bo'ladi. Eldash brendining o'zining motori. Tak, baga 22 litr aladi benzin. Radiator bashoga var. 2 mestala. Borti 1.35 ga 2.20. Baloni 12.00. Besken 00 12 deb aytiladi baloni. Tak, xadavoy joqlarini ko'rsataman hozir. Xadavoyi bunov prujin, amortizator, resorlari var. Zadniy mosi, zavodskiy o'zining zadniy mosi. Ishlatdan olinmagan zadniy mos, yaxshi. Garantiyasi var zadniy moslar. Ramalari qalin profildan ishlangan. Zavodda ishlab chiqariladi. O'zbekistondan. Tak, farlari Eldash bo'lib yonib turadigan farlar tunda. Tak, tablosini ko'rsatib o'taman. Tablosi elektronniy tablo. Tak, hozir qo'shilib olsin. Bu kilometrda ko'rsatadi. 800 metr yurib turibdi hozir. Buni esa 12 gradus sudachik deb aytiladi. Bir jag'i taxometr, bir jag'i kilometr ko'rsatadi. MP3'lari var, kolonkalari var. Farlarni jag'i ko'rsataman hozir. Farlari LED bo'lib yonadi. Qappalında da 2 far var. Дальний, ближний deb aytiladi ular. Farlari Дальний, ближний fari. Алдындагы vilkleri de BKM 90'lık vilka deb aytiladi. Tak, 90'lık emas, 75'lik vilka deb aytiladi. Alcasib ketibman. 90'lık vilka bunda. Bunda da bo'ladi 90'lık vilka. Yılı 2025. Yılı 2024 emas, 2025. Mana 2025 yil ishlab chiqarilgan. Akkumulyatori Eldash brendidan ishlab chiqarilgan akkumulyator. 7 tormoz bilan ishlanadi. Motori yaxshi motor. Zo'r motor qo'yilgan. Bu понижний повышенный var. Eğer de kimga kerak bo'lsa magazinimizga kelaverasiz.